Assalomu alaykum, hormaylar, charchamayapsizlarmi sizlar? Go'sht nima uchun tindiradi deb savol berishgan ekan, o'shani javobini hozir qisqacha sizlarga tushuntirib o'taman. Qo'yga so'ygandan keyin kamida 3 soat shu holatda tursa, go'shtni buzganingizdan keyin sizga aytganingizga qiladi. Go'sht aytganingizga kiradi, chiroyli akkuratni buziladi. Sveji, so'yib sveji buzib tashlasa, u go'sht boshqacha bo'lib turadi. Tindirilgan go'sht boshqacha bo'lib turiladi. Bozorlarda, do'konlarda ham kechasi so'yib, ertalab buziladi. Yoki ertalab voqli 2-3 larda turib so'yib buziladi. Bizaniki siraz boramiz, 1 soat vaqt ketadi bizga. So'yib buzib chiqib ketishimizga. Keyingi zakazlarimizga bemalol spet qilishga, keyin bizga zakaz qilgan xonadon egalari ishga kech qolmasligi, oilaviy ishi, qarochi o'zligi uchun oson bo'lish uchun biz siraz buzishni yo'lga qo'yganmiz. Tegida qotirib buzsanglar zo'r buziladi. Go'shtni mana shunaqa tindirib qo'ysanglar zo'r buziladi. Charchamaylar, qisqacha ma'lumot uchun kam kurslariga rozi bo'linglar. Tilim surkab ketgan joylarni to'g'rilab ketinglar. Charchamaylar.